Diqqat kutilmaganda Sevinch Ismoilova yangi mashinali bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bardona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek estradasining sevimli xonandalaridan biri Sevinch Ismoilova yangi avtomobili sohibasiga aylandi. Bu haqida u o'zining ijtimoiy tarmoqlarida samimiy post bilan muxlislarini xabardor qildi. Xonandaning yozishicha, kun konsert tashvishlari va to'xtovsiz ishlar bilan nihoyatda charchoqli o'tgan. Uyga qaytgan paytida esa jamoasi uni kutilmagan sovg'a bilan xursand qilgan. Nima deyishni ham bilmayman. Ichim to'la sevinch deya his-tuyg'ularni yashirmadi u. Sevinch Ismoilova jamoasini ishdagi oilam deya atab, ularga behisob shukronalar bildirdi. Shuningdek, u barchani ezgu niyatdan qaytmaslikka chaqirib, orzular amalga oshish xususiyatiga ega degan ilhomlantiruvchi fikrni ham ulashdi. Samimiy post qisqa fursatda muxlislar tomonidan iliq qabul qilindi. Ko'plab tabriklar va ezgu tilaklar xonandaning mehnati va sadoqatli jamoasi borligini yana bir bor tasdiqlab berdi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.